Bugun bir necha soat oldin Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti tomonidan 23-mart dushanba kunidan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlarida noqonuniy yoki hujjatsiz bo'lib turgan muhojirlarni deportatsiya qilish bilan shug'ullanuvchi ICE agentlari barcha aeroportlarda patrullik qilishi haqidagi xabar tarqaldi. Bunga esa Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ba'zi bir departamentlariga ajratilgan byudjet pullari to'xtatib qo'yilganligi yoki Kongress tomonidan tasdiqlanmayotganligi sabab bo'lmoqda. Xususan Department of Homeland Security, ya'ni ichki xavfsizlik departamentining ba'zi bir funksiyalari va ayni shu funksiyalarga yondosh bo'lgan xodimlar ham oyliksiz ishlab kelishmoqda. Bunga esa Kongressda byudjetni tasdiqlash borasidagi kelishmovchiliklar sabab bo'lgan. Buning ortidan esa Amerika Qo'shma Shtatlaridagi aeroportlarda juda katta navbatlar hosil bo'lmoqda. Ayni shu bir necha haftalardan beri ichki xavfsizlik departamentining byudjetda tasdiqlanmasligi fonida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti 23-mart dushanba kunidan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlaridagi aeroportlarda ICE xodimlari bo'lishi va u yerdagi xavfsizlikni ta'minlagan holda ayni shu jarayonda noqonuniy yoki hujjatsiz immigrantlarni hibsga olish jarayonlarini boshlashlari haqida e'lon qildi. Prezident Tramp o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntida e'lon qilgan postida hozirgi byudjet tasdiqlanmasligi holatini demokratlarning aybi deb atagan va allaqachon ichki xavfsizlik departamentiga ICE xodimlarini aeroportlarga yuborishni buyurganini aytib o'tgan. Qisqa qilib aytganda, Kongressda tasdiqlanmayotgan byudjet sababli Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp ICE xodimlarini siyosiy qurol sifatida foydalanmoqda.